ko'rgansizda ham qon tomirni ko'ryapti, o'zi qilyapti, aka вообще surib berdi deyapmiz. Demak, mana shu antilipid choyida hammasi xususan. Qarang, ishtahani ham o'sha ovqatni hazm qilishga ham juda katta yordam beradi. Qarang, tarkibida 7 xil ko'k choy bor, kassiatora bor, latos bor, taram bor, ildizi. Qisqasi 6 xil noyob ko'k choylardan iborat tashkil etilgan. Xitoyliklar bilasizlar, o'sha choyga qolganda birinchi o'rinda turadigan davlatdan hisoblanadi. Keling, bu choyda shunday yana ajoyib xususiyati borki, o'sha og'riq qoldiruvchi xususiyati bor. Isitmani tushiruvchi xususiyati bor. Chunki lotusda Qur'oni Karimda sidr deb aytiladi. Lotus bargi borda. Qur'oni Karimda o'sha shayximizning saytlariga kirdida bolalar qarayapti. Qur'oni Karimda o'sha lotusda, ya'ni ruscha nomi lotus, o'zbekcha nomi sidr. Hozir o'sha kitobda ham yozilgan, men shuni sizlarga o'qib ko'rsataman. O'sha sidr daraxtining bargi bor tarkibida. Shunday xususiyati borki, har qanday nevrozman degan, amitriptilni ichib yurgan insonlar bilasizlar, kimlar ichgan amitriptilni? Ichganmizda qanaqa xususiyatga ega amitriptil? Kichkinagina-da o'zi, to'g'rimi? Juda kichkina. Uni to'rtdan birini ichkin deydi ba'zilar. Lekin uni to'rtga bo'lib bo'lmaydi, bo'lib umuman iloji yo'q. Uni tavakkal olasida ichasiz. Agar og'zingizda biron joyga tegib ketsa, to'rtdan bir mana bu lidokain ukol olgandan keyin tishga og'izda yarim uyushib qoladi. Ana o'sha amitriptilni xuddi o'shanda agar labda biron joyga tegib ketsa, evishtirib deydi. O'sha uni ichganingizdan keyin karaxt, lakot bo'lib yotasiz. Na og'riqda, na biron narsani his qilasizda. Ichganingizdan Golenem gaz, ukoli natriy xlor bilan birga qo'shib qo'yiladi-da. Onam rahmati ana shu narsani oladi. Amitriptilni ukolini ham boshqasini, lekin uyqu bermasdi. Lekin mana bu antilipid choyini o'sha ichishda boshlaganimizdan kimlar ichdi? Kecha biz yaqinda tanishgan mehmonlardan ichdingizmi o'sha? Qanaqa xususiyat? Uyquni qanday beryapti? Normal. To'g'risi